Hozir Xudo xolasa bir 10 minutlarda borib qolamiz. Uydamisiz? Uydaman. Bo'ldi, hozir bir 10 minutda boramiz. Hop, Sog' bo'ling. Rahmat. Dunyo dardlarim olib, ona keldim yana yoningga. Ba'zan bilmay qovog'im solib, tekkandurman balki joningga. Tunlar bilan tenkiradi g'am, bu gal menga ergashma deyman. Chunki kelsam qoshingga hardam, hamon o'sha yosh boladayman. Erkalaysan boshimni silab, unutaman dunyo kamini. Senchi mening baxtimni tilab, o'chirmaysan bu shamini. Rahmat hammalarga, tan joninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Iloyo ishlaringlarni Allohim o'zi yurishtirsin. İşlerini doimo o'ngidan kelsin, baroridan kelsin, biriga 1000 bersin, biriga tuman bersin. Iloyo hammanglarni tan joninglar sog' bo'lib, ro'za Ramazonlarni ko'pini ko'rib yurishlikni, hayitlarni ham ko'plarni ko'rib yurishni Allohim nasib aylasin. Iloyo qilgan ihsoninglarni Allohim o'z dargohida qabul qilsin. O'zi sizlarga ajr mukofotlarini bersin. Iloyo hammamiz ham tan jonimizni sog' bo'lib, bolalarimizdan rohatini ko'rib yuraylik. Ularda shularga bosh bo'lib, shularni uyushtirgan jamoalarga, hammanglarga ham katta rahmat. Bunaqa ihsonlarni ko'pini qilishlarini Alloh sizlarga nasib qilsin. Biz ham sizlarning duoinglarda bo'lib, sizlarni tan joninglarni sog' bo'lib yurishligini Allohimdan har doim so'rab yurishni Allohim nasib aylasin. Jazallohu anna sayyidina Muhammadan sallallohu ta'ala alayhi va sallam va huwa ahluh. Allohu amin. Rahmat. Alloh razı olsun. Yaxshilikni ishlatinglar, sog' bo'linglar. Xizmatlar bo'lsin, Boshqa o'tiradigan Xudo xolasa. Rahmat. Yaxshi o'tib olinglar.